Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men iqtisodiyot yo'nalishi kursi muhabir malaka oshirgan Qoraqalpoq davlat universiteti iqtisodiyot fakulteti menejment va iqtisodiyot asoslari kafedrasi dotsenti Davlatmurat Mirzaboyev. Sizlarning e'tiboringizga inson kapitali va undan samarali foydalanish mavzusidagi mahorat darsining taqdimotini taqdim etmoqchiman. Mahorat darsida biz quyidagi savollarni tahlil qilamiz. Birinchi savol: inson kapitali uning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyati, inson kapitalining shakllari, inson kapitalining asosiy komponentlari, inson kapitali indeksi va inson kapitalidan samarali foydalanish masalalari to'g'risida to'xtab o'tmoqchiman. Hammamizga ma'lum, bugungi kunda inson kapitalini shakllantirish, uning jamlangan ijtimoiy sifatlari va qobiliyatlari, inson kapitaliga investitsiyalar sarflash muammosini o'rganish jahon ilmi oldidagi asosiy va markaziy muammolardan biri hisoblanadi. Shu bois inson kapitalini shakllantirish, undan samarali foydalanish muammosini o'rganish 21-asrda ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda. İnsan kapitali muammosini o'rganish jahon ilmi oldidagi eng asosiy muammo bo'lar ekan. Bu muammo bilan ilk bor ilmiy tadqiqotlar olib borgan iqtisodchi olimlar, bu amerikalik iqtisodchi olimlar Theodor Schultz va Gary Becker hisoblanadi. Ular ushbu sohadagi olib borgan ilmiy natijalardan ko'ra Nobel mukofotini sovrab olgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida ham inson kapitali rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunimiz yangi O'zbekistonning 2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasining 4-yo'nalishida aniq ko'rishimiz mumkin. Ushbu yo'nalishda inson kapitalini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratiladi. Yuqorida qayd qilganimizdek, jahon amaliyotini o'rganish jarayoni shuni ko'rsatadi. Inson kapitali masalalari ilmiy, amaliy va o'quv adabiyotida keng muhokama qilib kelmoqda. Bu masala bilan O'zbekistonning olimlaridan akademik Qalandarov, akademik Bo'lamov, Qalandarov kabi iqtisodchi olimlar tadqiqot ishlarini olib borgan. İnsan kapitalinin o'zi nima? Bu kapitalning jismoniy kapitaldan farqi nimalardan iborat? Kabi savollarga javob beraylik. İnson kapitali bu inson va jamiyatning tobora ko'payib boratilgan ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladigan bu insonning intellekti, insonning sog'lig'i, insondagi bilim, insonning ko'nikmasi, insonning mahorati, insonning salohiyati kabi, tajribasi kabi qobiliyatlarining yaxlitligidan turadi. Jahon amaliyotida inson kapitalini tadqiq qilish jarayonida inson kapitalining quyidagi 3 shakllarda ko'rsatilgan. Birinchi ijobiy yoki faol inson kapitali, ikkinchi salbiy yoki nofaol inson kapitali, uchinchisi manfiy inson kapitali hisoblanadi. Ushbu inson kapitalining bir-biridan farqi nimalardan iborat? Ijobiy inson kapitali bu intellektual va innovatsion kapitalning shakli bo'lib, unga yo'naltirilgan investitsiyalar to'liq o'zlashtiriladi. Yoki ushbu yo'nalishdagi kapital insonning yutuqlari va insonning olgan bilim ko'nikmalarini jamiyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shishi bilan ko'rsatiladi. Ikkinchi nofaol inson yoki salbiy inson kapitali hisoblanadi. Salbiy inson kapitali bu jamiyatda yetarli bilimga ega bo'lmagan va iqtisodiyotning rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shmayotgan kapital hisoblanadi. Oddiy so'z bilan aytganimizda, salbiy inson kapitali malakasiz ishlarni ishlaydigan, yetarli, yaxshi bilim olmagan odamlarning kapitali hisoblanadi. Keyinchisi manfiy inson kapitali bu jamiyatning rivojlanishiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan kapital. Bu kapital o'zi yashayotgan mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishga, aholining turmush sifatini oshirishga, hattoki inson sifatida o'zining rivojlanishiga ham hissa qo'shmaydigan toifadagi shaxslarni keltirish mumkin. Masalan, giyohvandlarni keltirish mumkin, paraxo'rlarni, korrupsionerlarni keltirish mumkin. Bundan tashqari spirtli ichimliklarni ko'proq ichadigan va oilasiga ham, jamiyatga ham hech qanday naf keltirmaydigan shaxslarning inson kapitali bu manfiy inson kapitali hisoblanadi. Lekin manfiy inson kapitaliga ega bo'lgan shaxslarni ham davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ya'ni ulardagi salohiyatni vujudga chiqarish uchun davlat tomonidan ularga ham imtiyoz berilmoqda. Buni O'zbekiston Respublikasi har yili mustaqillik bayrami oldida va shunga o'xshagan bayramlar oldida davlat tomonidan nima deb aytaman, bilmay jinoyatga qo'l urgan shaxslarga davlat tomonidan imtiyozlar beriladi, to'g'rimi? Ularning o'zlarining jinoyat o'tash jazolarini vaqtidan burun ruxsat berishi, ya'ni ozodlikka chiqarishi. Bu davlat tomonidan manfiy inson kapitalidan ijobiy inson kapitaliga o'tkazish jarayoni hisoblanadi.
Bundan tashqari dunyo tajribasi amaliyoti shuni ko'rsatadi, aynan inson kapitaliga investitsiya yo'naltirish eng ustuvor vazifa sifatida tanlangan. Shu bois davlatlar o'zining iqtisodiyotini rivojlantirishda inson kapitalini rivojlantirish maqsadida ta'limning to'liq sikli bu 3 yoshdan 22 yoshgacha davrni o'tishga qamtidir. Ushbu davrda har bir shaxsning inson sifatida shakllanishi, uning inson kapitalini rivojlantirishga davlat tomonidan mablag'lar sarflanadi. Ushbu mablag'larning davlatlar shaklidagi ko'rinishi quyidagi jadvalda ko'rish mumkin. Masalan, AQShda ta'limning to'liq sikliga davlat tomonidan 231 ming AQSh dollar miqdorida pul sarflangan. Bu esa bir xodimni yaratishga qo'shimcha qiymat miqdori yoki 22 yoshdan pensiya yoshigacha ushbu shaxs algan bilim ko'nikmasini davlatning rivojlanishi hissa qo'shib, davlatga 1 million dollar miqdorida foyda keltirar ekan. Janubiy Koreyada esa bu ko'rsatkich ta'limning to'liq sikliga investitsiya kapital sarflash 130 ming dollarni tashkil qilmoqda. Buning qaytimi esa 2,1 million dollarni tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich sal pastroq ekanligini jadvalda ko'ryapsiz. O'zbekiston Respublikasida ta'limning to'liq sikliga investitsiya sarflash 19 ming AQSh dollar miqdorida. Uning qaytimi esa 77 ming AQSh dollar sifatida ko'rinmoqda. Jadvaldan shuni ko'rish mumkin. Rivojlangan davlatlarda AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi davlatlarda inson kapitalidan sarflangan investitsiyalarning qaytimi 13-17 barobarga qaytyapti. O'zbekiston Respublikasida esa bu bari 4 barobar qaytimga ega. Shu bois O'zbekiston Respublikasida inson kapitalini rivojlantirish bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Amalga oshirilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. Inson kapitaliga investitsiyalardan olinadigan foyda texnikaga kiritilgan investitsiyaga nisbatan 3 barobar ortiq o'zini oqlar ekan. Ya'ni inson kapitali sarflangan har bir dollarga nisbatan fizik kapitalga sarflangan dollar, inson kapitaliga sarflangan dollar ko'proq naf keltiradi. Faqatgina dollar emas, ushbu davlatning mablag'larini nazarda tutyapman. Shu bois shuni bilan birga xodimlarning ta'lim darajasini 10% ga orttirish, e'tibor bering, mehnat unumlarining 8-6% ga ko'paytirgani aniqlangan. Bu tadqiqotlar jarayoni natijasida olingan ko'rsatkichlar hisoblanadi. Shuningdek, hissadorlik yoki fizik kapitalning ushbu miqdorda ko'paytirilishi mehnat unumlarining bari 3-4% ga ko'paytiryapti. Bu nimani darak beradi? Iqtisodiy rivojlanishning asosiy omili albatta bu inson kapitali. Bundan tashqari Jahon banki tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadi. 192 ta davlatdagi iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlil qilib, ularda iqtisodiy rivojlanish ta'minlayotgan asosiy ko'rsatkich sifatida inson kapitali ko'rsatilgan. Ya'ni iqtisodiy rivojlanish 100% bo'lsa, shuning 64% inson kapitalining sifat darajasiga bog'liq ekanligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari bugungi kunda deyarli barcha mamlakatlarda inson kapitalining asosiy elementi sifatida ta'lim va ilmni rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. E'tibor bering, bundan 100 yil oldin, deyarli 1 asr oldin, ta'lim uchun davlat xarajatlari yalpi ichki mahsulotning bari yo'g'i 1% ni tashkil qilgan. Bugungi kunda esa bu ko'rsatkich jahon miqyosida o'rtacha 5,1% ni tashkil etmoqda. Natijada dunyoda boshlang'ich ta'limga ega bo'lganlar soni jahon aholisining 94% dan ortib bormoqda. Bu nimani ko'rsatadi? Ta'limni, ilmni rivojlantirishga qancha biz investitsiya sarflar ekanmiz, bu ushbu davlatning rivojlanishiga va jahon iqtisodiyotining rivojlanishiga albatta ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. 21-asrning boshlarida dunyo milliy boyligining miqdori 550 trillion dollarni tashkil qilgan. Shundan 64%, ya'ni 365 trillion dollarni inson kapitali tashkil qilgan. Bu kapitalning hissasi rivojlangan davlatlarda, jumladan Yaponiya, Germaniya kabi davlatlarda bu ko'rsatkich 80% dan ham yuqori tashkil qilmoqda. Inson kapitaliga baho berishda inson kapitali indeksi ko'rsatkichi bor. Ushbu indeks Jahon banki tomonidan hisobga olinadi. Indeks ilk bor 2018-yilda jahonning 174 davlati o'rtasida hisobga olingan. Bu indeks qanday hisoblanadi? Bu indeksda asosiy ko'rsatkich sifatida sog'liqni saqlash, ta'limdan keyingi avlod ishchilarining samaradorligiga qo'shgan hissasi muhtariy jihatdan belgilanadi. Yuqorida qayd qildim, indeks Jahon banki tomonidan hisobga olinadi. Indeks ilk bor yuqorida qayd qilganda 2018-yil oktyabr oyida e'lon qilindi. Bu yerda jahonning 157 ta davlati o'tishi olgan.
Qayd etish lozimki, inson kapital indeksi bolaning kelajakda, kelgusida qay darajada samarali kadr bo'lib shakllanishini o'lchab beradi. Inson kapitali ko'rsatkichi 0 va 1 oralig'ida kelbanib turadi. Ko'rsatkich qanchalik 1 ga yaqinlashgan sari bolaning kelajakda yetuk inson sifatida, ya'ni uning inson kapitalining yuksalishiga hissa qo'shganini ko'rsatadi. Inson kapitali indeksining asosiy komponentlari sifatida quyidagilar qabul qilingan. Birinchi, 5 yoshgacha bolalarning tirik qolish ehtimolligi. Ikkinchisi, ta'lim darajasi. Bu yerda ikkita ko'rsatkich olinadi. Biri ta'limning miqdori, ya'ni kutilayotgan ta'lim davri. Ikkinchisi esa ta'limning sifat ko'rsatkichi. Bunda ta'lim olayotgan yoshlarni uyg'unlashtirilgan test asosida bilimlar tekshiriladi. Umumiy ball 625 ball, uning eng past balli 300 ballni tashkil qiladi. Uchinchisi esa salomatlik holati. Bunda da ikkita ko'rsatkich, jumladan katta yoshlarning umr ko'rish davomiyligi, ya'ni 6 yoshgacha bo'lgan yoshlarning umr ko'rish davri foizi hisobga olinadi. Keyingi esa bolalarning o'rtacha sog'lom o'sishi, ya'ni 5 yoshgacha bo'lgan bolalarning rivojlanish suratlari, ya'ni rivojlanishda ortda qolayotgan va ortda qolmayotgan yoshlarning hissasi hisobga olinadi. Inson kapitali indeksi tirik qolish ehtimoli, ya'ni ta'lim va sog'liq mas'ullariga nisbatan hissa qo'shgan tarzda quyidagi yo'l bilan aniqlanadi. Mana inson kapital indeksi tirik qolish ehtimoliga 5 yoshgacha bolalarning tirik qolish ehtimoliga. Ikkinchisi, unga ko'paytiriladi ta'lim ko'rsatkichlari. Yuqorida aytilgan ikkita ko'rsatkich asosida. Uchinchisi esa sog'liq holati. Bunda ham yuqorida keltirilgan 3 ta ko'rsatkich bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Agarda bu ko'rsatkichga qiziqishlaringiz yuqori bo'lsa, saytni keltirganman. Ushbu saytga kirib, jahon mamlakatlarining inson kapital indeksi to'g'risida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ushbu indeks hisobga qilishda 2020-yilda O'zbekiston Respublikasi ham kiritilgan. Ya'ni 2020-yilda jahonning deyarli 98% aholisi yashaydigan davlatlarda inson kapitali indeksi hisobga qilingan. İlk bor O'zbekiston ushbu ko'rsatkichni hisobga qilishga kiritildi. Va O'zbekistonning to'plagan ko'rsatkichi 0.62 ni tashkil qildi. O'zbekistonda bu holat qanday bo'lgan? 0.62 ballni qanday to'plagan? Birinchi, bolaning 5 yoshgacha tirik qolish ehtimoli 98% tashkil qiladi. Ya'ni har 100 boladan 98 5 yoshgacha tirik qolar ekan. Ikkinchisi, kutilayotgan maktab davri 12 yilni tashkil qilgan. Birlashtirilgan test natijalari, ya'ni o'g'il bolalar va qiz bolalar o'rtasida o'tkazilgan, birlashtirilgan fan ko'proq aniq fanlar, matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi fanlardan o'tkaziladi. Ushbu fanlardan o'tkazilgan test sinovlari natijasida O'zbekistonning yoshlar turi 74 ballni tashkil qilgan. Yuqorida keltirganman, eng maksimal ball 625 ball. Eng past balli 300 ballni tashkil qiladi. Keyingi ta'lim sifatiga moslashtirilgan maktabda o'qish muddati 9.1 yildan tashkil qilgan. Bundan keyin ko'rsatib, kattalarning omon qolish davri, ya'ni 60 yoshgacha bo'lganlarning umr ko'rish davomiyligi 87% tashkil qiladi. Ya'ni 15 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan shaxslar har 100 tadan 87 tasi 60 yoshga yetishi mumkin ekan. Bu esa 2020-yilda ko'rsatkich. Hozir O'zbekistonda o'rtacha umr ko'rish yoshi 74 yoshdan oshib bormoqda. 2030-yilga borib bu ko'rsatkichni 78 yoshga yetkazish nazarda tutilgan. Va oxirgisi o'sha sustligi bo'lgan, ya'ni rivojlanishda ortda qolib ketgan bolalarning hissasi 100 boladan 89 rivojlanish darajasi yuqori ekanligini ko'rsatgan. Inson va uning qobiliyatlari, bilim, malaka har qanday jamiyat farovonligining va davlat iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotining asosiy omiliga aylanib borayotgan O'zbekistonda ham inson kapitaliga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ya'ni davlatning iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida inson kapitalini rivojlantirish ko'rsatilgan. Chunki inson kapitalini rivojlantirish innovatsion iqtisodiyot, biz hozir innovatsion iqtisodiyotga kirib kelyapmiz. Innovatsion iqtisodiyotning eng asosiy ko'rsatkichi albatta bilim hisoblanadi. Bilim, intellektual qobiliyat, innovatsion qobiliyat hisoblanadi. Bilimlar iqtisodiyoti, investitsiya, global axborot tizimi, eng yangi texnologiyalar, biznesning yangi shakllarini rivojlantirish zarur
zarar hisoblanadi. Shu bois biz inson kapitalini to'g'ri foydalanishga alohida e'tibor qaratishimiz zarur deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat.